2.270.000 dan oylik to'lov to'lab, Haval M6 turishini qaranglar buni. Haval M6 avtomobilini Haval Farg'onadan bir kun ichida xarid qilishlari mumkin. Rassrochkaga foizi umuman yo'q. 36 oy to'laysizlar. Hozir ko'pincha 60 oyga rassrochkaga chiqqan mashinalarni olyapsizlar-yu. U mashinalarda ancha buncha komforti ham, sifati ham, kuzovining qalinliklari ham ancha farqi bor. Bagajini ko'rsataman sizlarga. Mana baribir bizda ro'zg'orbop mashinalar yaxshi ko'rishadi. Ana bagaji ham ancha katta. Bemalol bozorliklarni qilib. Bu mashina o'zimizda Jizzaxda ishlab chiqariladi. Bu mashinani olishdan oldin bemalol Haval Farg'onaga kelib test drive'dan o'tkazib ko'rsalaring bo'ladi. Manzilni tushuntiraman. Farg'ona shahar kichik halqa yo'li, Ko'ksaroy to'yxonasi, chap tarafimizda, o'ng tarafimizda polvon shashlik. Kelib bemalol mana qizlar bor, test drive'ga registratsiya qilib, test drive mashinalar bitta Haval M6 ga emas, Haval Dargo avtomobiliga, Haval Jolyonga, M6 ga hammasiga bor. Bemalol qo'g'masdan kelib minib ko'rib, keyin xarid qilsalaring bo'ladi.